Assalomu alaykum hurmatli baliq ishqibozlari, baliqqa qiziqadigan akalar, ukalar, opalar, singillar. Ilonbosh ishqibozlari, Uysaratda ilon baliq boqib turganlar. Bugun sizlar uchun ozgina bir qisqa video qilmoqchi edim. Qo'ldan kelgancha oxirigacha ko'ringlar iltimos. Videoni ko'rib turib ham telefon qilib qaytadan savol bermanglar. Iloji boricha videoni oxirigacha ko'rishga harakat qilinglar. Bugun ilonbosh haqida sizlar bilan gaplashadigan bo'lsak, hamma narsani yaxshi tarafi, yomon tarafi bo'ladi. Endi yomon tarafi deganimizda, yomon emas, endi bilib qo'yganlaring yaxshi avvalambor. Baliqni xo'sh, boqishni o'rgandilaring, ko'paytirishni o'rgandilaring, oziqa berishni o'rgandilaring, qisqasi ancha tushuncha oldilaring. Endi buni ozgina kamchiligini ham aytib o'tib ketish kerak. Sababi ko'pchilik yangi boqyapti uyda, yangi ish boshlagan. O'shalarga qo'ldan kelgancha bir xil savol tushyapti. O'rtoqlar, baliq, mana shu ilonbosh baliq nimalarni yoqtirmaydi? Birinchi o'rinda layqa suvni yoqtirmaydi o'rtoqlar. Tepasi shilimshiq bo'ladi, ustiga o'rnab qoladi layqa. Unda layqada bakteriya ham bor, virus ham bor, kasallik ham bor, zamburug' ham bor, hammasi bor. Ustiga yopishib qoladi. Buni nima deydi? Uni tushib ketishda iloji yo'q. Buni insonga o'xshagan qo'li bo'lganda edi, ustini qoqib ketaveradi. O'shaning uchun iloji boricha layqa suvni yoqtirmaydi o'rtoqlar. Keyin betonni yoqtirmaydi. Betonda o'sha ustiga gribok bosib ketadi. Oq paxtaga o'xshagan narsa bosib ketadi. U ham bir qandaydir virusmi, bakteriyami shunaqa narsa bo'lsa kerak. Men u nomini bilmayman to'g'risiga. Endi o'sha oq paxtaga o'xshab, usti tumanga o'xshab ketadi. U narsa betonni yoqtirmaydi. Salafan bo'lsa yaxshi. Xo'sh, keyingisi bu hozir mana hovuz tayyorlayapsizlar. Hovuzlaringda mana ko'rib tursalar, mana sharikchalashib ketyapti, kislorod chiqib ketyapti. Bu hovuzlaringda, qo'yib qo'ygan hovuzlaringda, o'sha uylaringda yasagan hovuzlaringda o'rtoqlar kislorod bo'lmaydi. O'shanisiga e'tibor qilmang. Endi oqib turgan bo'lsa ekan, u boshqa gap. Oqib turgan bo'lganda unda kislorod bo'lardi. Bu baliq shunday narsaki, ilonbosh baliq. Bunday qarab tursalaring mana, tepaga chiqib mana nafas olib, mana hop, ana nafas oldi, mana pastga tushib ketdi. O'sha nafas bilan o'rtoqlar tirik turadi mana. Hop, mana chiqdi tepaga. Hop, ana nafasni oldi, mana kirib ketyapti o'rtoqlar. Unisi kelib, bunisi kelib, voy baliq olib chiqdingizmi, baliq olib keldingizmi, unisi kelib, bunisi kelib baliqni bezovta qilsangiz, bu bechara nafas ola olmaydi. Sababi mana suvingizdagi kislorod chiqib ketib bo'lganda, oqib turganda kislorod bo'laverardi, baliq tagida yurib turaverardi. Bu suvning tarkibida kislorod yo'qligini hisobiga bu tepaga chiqib turib nafas olib kirib ketyapti. Ko'pchilik nima qilyapti? U qo'shnisi chiqadi, unisi keladi, bunisi keladi, baliq olib keldingizmi? Baliqni olib kelib tashladingizmi, bezovta qilmanglar iloji boricha. Bu baliq shunaqangi baliq o'rtoqlar. Siz kelyapsiz, baliq nafas olaman deyapti-da, tepaga chiqib endi nafas olaman desa, bitta qo'shningiz kelib qoladi, yon atrofingizdan birortasi kelib qoladi, baliq hurkib cho'chiydi-da, sutaga kirib ketadi. Sababi nafas ola olmaydi-da, ertaga keyin bitta o'ladi, ikkita o'ladi, hali nafas ola olmagan baliq o'lib, Xudo ko'rsatmasin, natijani ko'rsatmaydi. O'shaning uchun iloji boricha aytganlarimga amal qilinglar. Mana chiqyapti, nafas olyapti, mana pastga tushib ketyapti. Chiqadi, nafas oladi, kirib ketadi. Bir kishi kelib turib, u cho'chitib yorsa, nafas ola olmaydi-da, kislorod ola olmaydi, natijada o'ladi. O'rniga o'zingizni qo'yib turing mana. Faraz qiling, suv taydasiz. Mana shu suvda yashayapsiz. Tepaga chiqib nafas olishingiz kerak. Nafas olib turib, yana suv tagiga kirib ketsangiz, ma'lum bir vaqt turib turishingiz mumkin. Lekin nafas ola olmaganingizdan keyin yashamaydi-ku. Xuddi o'shanda iloji boricha bezovta qilmaslik kerak. Xo'sh, kimda-kim agar shunaqangi baliq boqaman desa, qiziqaman desa, shogirdlikka tushaman desa, alohida shogird guruhi ochib qo'yganman. Pastda telefon raqamini qo'yib qo'yaman, telefon qilsangiz ko'tarinman. Sababi qiladigan ishim ko'p. Ertalabdan kechgacha vaqtda telefonda umrim o'tib ketib qolyapti. Men boshqa qiladigan ishlarim ham bor. Maslahatim, kimda-kim agar baliqqa shogird tushaman desa, noldan o'rganaman desa, Telegramda kanal ochib qo'yganman, guruh ochib qo'yganman. Ular bilan alohida shug'ullanaman. Keyin Telegramda videoni tayini qarasalaring, Telegramda o'sha ilon baliq deb kanal ochib qo'yganman. U ommaviy kanal. Xohlagan odam xohlagan paytda vaqti bo'lganda kirib bemalol o'rganishi mumkin. Lekin savol-javoblar, savol-javob ketmaydi. Bu alohida nari guruhda agar mabodo qatnashaman desangiz, ism-sharifingiz, qaysi shahardaligini yozib qo'ysangiz bo'ldi, guruhga qo'shib qo'yaman. Yakshanbadan ishni boshlaymiz, o'sha kursda o'tishni boshlayman. Mana shu baliqni ikir-chikiri, qanaqangi ovqat berish kerak, qanaqa payt qanaqangi harakat qilish kerak, kasallikka nima qilish kerak, erkak urg'ochisi qanaqa, ko'paytirganda nima qilish kerak, ochib chiqqanda qanday boqish kerak, hammasi haqida ma'lumot berib, qo'ldan kelgancha har yakshanba kuni ertalab obeddan keyin onlayn tarzda kurs o'taman, dars o'taman. Xohlagan viloyatdan farqi yo'q. Qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, Moskvada bo'lasizmi, chet elda bo'lasizmi, onlayn tarzda o'tiladi. Kimda-kim mana shu baliqda kichkinagina baliqda
50 gram, 60 gramlik baliqchani o'sha 3 kilo, 4 kilo qilib yetiltirib, oilam uchun, moddiy yordam uchun, manfaat uchun boqadigan bo'lsangiz, o'rgatib qo'yaraman. Shunaqa gaplar. 10-11 mart kuni xudo xolasa ko'lni agar mabodonda ochishni rejalashtirib turibmiz. Xo'sh, 5-6 mart kunlari ko'lni ochiladigan bo'lsa, ko'lda suvni ob'yomi katta bo'ladi. U chiqib to boshqa bo'lgancha 3 kun, 4 kun vaqt ketadi. O'shaning uchun 10-11-larga mo'ljallab turibmiz. Agar mabodonda ochilib qolinsa, gruppaga xabar qilaman. Baliq may oyigacha bo'ladi o'rtoqlar. Kunlar isib qoldi, dastlabkani ham yo'lga qo'yib beraman. Agar qo'lim tegsa, dastlabga qilib beraman. Qo'lim tegmasa uzr. Baliq bormi, yo'qmi deb kelishdan oldin telefon qilib kelinglar o'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Keyin baliq hovuz qila turganlar, hovuzingizga balon tashab qo'ysangiz, balon yaxshi. Mashinani oddiygina baloni. Tepasini qirqib suvga tashab qo'ysangiz cho'kadi. Deganimki, ustiga bu narsa yopishib qoladigan bo'lsa, o'shanga baliq kirib o'zi ishqalanib, tanasidagi narsalarni tushirib yuboradi. Keyin haftasiga tusib turinglar. Yengil-yengil tusib tursangiz, o'sha ustiga ham chaqa-chuqa bir qanaqangi ishtahalariga yaxshi natija beradi. Suv 20 gradusdan o'tgandan keyin ovqatlanishni boshlaydi. Havo 20 gradus deganim yo'q, suv 20 gradus o'tgandan keyin baliq ovqatlanishni boshlaydi. Xo'sh, bo'lmasa hozirgi mana suvda gradusini o'lchaymiz, gidrometr. Suvda temperaturasini o'lchaymiz. Xo'sh, suvda temperaturasi 16 ga chiqibdi. Kecha 14 edi, bugun mana 16 ga chiqibdi. Xudo xolasa 20 dan o'tgandan keyin mana 20-22 da ovqatlanishni boshlaydi. Hali ovqatlanishiga erta baliqda. Suvlar isib, kunlar isib, yaxshilab hasharotlar uyg'ongandan keyin kakpolojni ovqat yeydi. Keyin bir kishiga amal qilinglar. Unisi u dedi, bunisi bu dedi, u yuraverasiz. Unisi u dedi, bunisi bu dedi desangiz hech narsa bo'lmaysiz. Bir kishi bilan amal qilsangiz, o'sha bir kishining aytganini qilsangiz, natija bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.